Kinoni ko'radiganingizda, masalan, o'zingiz eng yoqtirgan, sevib ko'radigan kinoni maslahat bersangizdan, u ko'rib kelib turib, bo'ldimi? No, akasi kemaga chiqib Yetib qoldik-ku, bo'ldimi? deb kelsa, или tam yarim, no deydi, 2,5 soatlik kino oladigan bo'lsa, 1 soatini ko'rsada, ay bo'ldi, ichim qisib so'rlab o'tiribdi bular desa. Tarantinoni ko'rib, maslahat bergan odamlaringni yomon ko'rib ketasan. Yomon ko'rib ketasan. Yes. Yan qaytganimdan. Ya bo'lmasa bir ikki odamlarni olib kelasi tayyor bo'lmaydi-da uni kinoni ko'rishi. Menimcha baxt u. Agar misol uchun seni hayotingda shunday kino ko'rib turib, sendek tushunib biladigan, seni appreciate etganingdan, u odam appreciate etib biladigan odam bo'lishi menimcha bir baxt deb hisoblayman. Yankidan masalan Jo'ran bilan ko'rib turib, bu tushunmaysan, tushunsang, baribir ham menimcha. Endi to'g'ri u bilan Jo'racha to'xtatib, tamom bo'lib ketmaysa, lekin qaytib kino ko'rmaysizlar. Qaytib kino ko'rmayman. Bir aktivitetni уже crossover